Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-dekabrdagi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomalarida 6-ustuvor yo'nalish sifatida belgilab berilgan zamonaviy davlat boshqaruvi va adolatli sud-huquq tizimida amalga oshiriladigan vazifalar hamda bu borada hozirga qadar bajarilgan ishlar haqida to'xtalib o'tamiz. Xususan 2026-yildan boshlab elektron hukumat platformasi tubdan yangilanishi, barcha davlat idoralarining 1000 dan ziyod davlat xizmatlari, 5000 dan ortiq funksiya va vazifalari, 200 ta ma'lumot bazasi va axborot tizimi, 100 mingdan ziyod davlat xizmatchisining mahalla, tuman, viloyat, respublika darajasidagi vakolatlari yagona raqamli platformaga integratsiya qilinishi ta'kidlandi. Shuningdek, platformaga kelib tushgan murojaatlar, ularni ijrochilarga taqsimlash va ko'rib chiqish muddatini nazorat qilish sun'iy intellekt orqali amalga oshirilishi hamda mahalladan tortib respublika darajasida hal bo'ladigan har bir masalaning ijrochisi, muddati, resursi bir joyda ko'rinib turishi lozimligi aytib o'tildi. Eng muhimi, davlat xizmatlarini ko'rsatishda inson omilisiz, korrupsiya va ortiqcha byurokratiyadan xoli ekotizim yaratish, davlat xizmatlarini proaktiv va jamlanma shaklda ko'rsatish tizimini rivojlantirish g'oyalari ilgari surilib, davlat xizmatlarini aholiga yanada yaqinlashtirish bo'yicha qattiq ishlash zarurligi ta'kidlandi. Ta'kidlash joizki, oxirgi yillarda mamlakatimizda byurokratik to'siqlarni kamaytirish, davlat xizmatlarini soddalashtirish va inson manfaatiga yo'naltirish borasida qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, davlat xizmatlarini ko'rsatishda fuqaro e'tibor markazida tamoyili asosida davlat xizmatlarini ko'rsatish milliy tizimi yaratildi. Birinchi navbatda xalqimizga davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada yaqinlashtirish bo'yicha zarur infratuzilma yaratildi. Respublikaning barcha 208 ta tuman va shaharlarda tashrif buyuruvchilar uchun zarur qulayliklarga ega davlat xizmatlari markazlari tashkil etildi. Tuman, shahar markazlaridan 50-100 km uzoq tog'li hududlarda 138 ta filial faoliyati yo'lga qo'yildi. Davlat xizmatlari markazlari tashkil etilgandan keyin fuqaro davlat idoralariga emas, davlat idoralari fuqarolarga xizmat qiladi tamoyili ro'yobga chiqdi. Xizmatlar eksterritorial tartibda yo'lga qo'yildi. Fuqaro qaysi hududda bo'lishidan qat'iy nazar xizmat olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Aholining davlat organlariga bevosita murojaat qilish natijasida vujudga kelishi mumkin bo'lgan korrupsion holatlar va byurokratik to'siqlarni qisqartirish maqsadida yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va davlat xizmatlari markazi orqali ko'rsatiladigan xizmatlar qamrovi qariyb 15 baravarga oshirildi. Yagona portal va davlat xizmatlari markazlari orqali har yili 55 milliondan ortiq xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Xizmatlar turi ham o'sib bormoqda. Ushbu yo'nalishda raqamlar 2,5 baravarga ko'payib, bugungi kunda aholiga 1040 ta xizmat taqdim etilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, xizmatlarning 80% ga yaqin ulushini onlayn xizmatlar tashkil etmoqda. Bu har 5 nafar fuqarodan 4 tasi davlat xizmatidan onlayn foydalanyapti degani. Davlat xizmatlari markazlarida elektron navbatni boshqarish, xizmatlar sifatini baholash tizimi va xodimlarga KPI o'rnatilganligi sabab o'rtacha kutish vaqti 20 daqiqani va xizmat ko'rsatish vaqti esa 4 daqiqani tashkil etmoqda. Masalan, bugun fuqarolar ID karta, ya'ni pasport kabi hujjatlarni markazlardan atigi 10-15 daqiqada olib ketishmoqda. FHJ sohasidagi 60 milliondan ortiq hujjatlar raqamlashtirildi va fuqarolarning oila tarkibi shakllantirildi. Aholi kundalik hayotda eng ko'p foydalanadigan sohalar, masalan, kommunal, tadbirkorlik va litsenziya, qurilish, ijtimoiy, fuqarolik kabi sohalardagi davlat xizmatlari elektronlashtirildi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot va hujjat almashish tizimi o'zaro integratsiya hisobiga elektron shaklga o'tkazilmoqda. Masalan, 2020-yil holatida 40 turdagi ma'lumot va hujjatlar raqamli hukumat tizimi platformasi orqali almashinilgan bo'lsa, bugungi kunda mazkur ko'rsatkich 150 tani tashkil etmoqda. Fuqaro murojaat qilmasdan xizmat oladigan tizim shakllanmoqda. Aholini ortiqcha ovora bo'lishini oldini olish hamda idora sarson bo'lib yurishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida xizmatlarni kompleks tarzda ko'rsatish. Shuningdek, davlat tashkilotlarining o'z tashabbusi bilan fuqarolarga muayyan vaziyatda kerakli xizmatdan foydalanish taklif qilinishi nazarda tutuvchi proaktiv davlat xizmatlari ko'rsatilishi yo'lga qo'yildi.
Bugunga qadar proaktiv shakldagi xizmatlar 21 taga hamda kompozit shaklda ko'rsatiladigan xizmatlar esa 70 taga yetkazildi. Xususan, birgina kommunal sohadagi hisoblagichlarni qiyoslashdan o'tkazishning proaktiv shaklga o'tkazilishi natijasida 115 mingdan ortiq fuqarolarning davlat idoralariga sarson bo'lib murojaat qilishlariga chek qo'yildi. Yoki bo'lmasa, tibbiyot muassasasi orqali FHDO bo'limi tomonidan tug'ilganlikni qayd etish, poliklinikaga hisobga qo'yish, bir martalik nafaqa pulini olish uchun ariza yuborish, bolani ota-onasi doimiy ro'yxatda turgan manzil bo'yicha ro'yxatga qo'yish, bolani davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga navbatga qo'yish xizmatlari bir vaqtda amalga oshirilmoqda. Bu bilan birgina shu xizmatni ko'rsatishda 15 dan ortiq hujjatlar qisqartirildi hamda fuqarolarning idora sarson bo'lib yurishlariga chek qo'yildi. To'lovlar to'liq elektronlashdi. Shaxsni tasdiqlash mexanizmi yengillashdi. Xususan, davlat xizmatlaridan foydalanishda to'lovlarni elektron va masofadan turib amalga oshirish tartibi yo'lga qo'yildi. Mazkur tartib amaliyotga joriy etilishi natijasida yiliga kamida 30 milliondan ortiq xizmatlarni ko'rsatishda to'lov varaqalarini chop etishga chek qo'yildi. Bu natijalar davlat bilan fuqaro o'rtasidagi masofani qisqartirdi va eng muhimi, odamlarning turmushida kuniga seziladigan yengilliklar yaratdi. Shu bilan birga murojaatnomada belgilab berilgan ustuvor vazifalar asosida bu boradagi ishlar yanada rivojlantiriladi. Byurokratiyani bartaraf etish dasturi ishga tushiriladi. Dastur eng avvalo davlat va aholi, davlat va biznes hamda davlat tuzilmasining ichki munosabatlarida byurokratiyani bartaraf etish, har tomonlama qulay davlat xizmatlari ekotizimini yaratishni nazarda tutadi. Kelgusi 3 yilda barcha xizmatlar yagona darcha tamoyili asosida qamrab olinib, yagona interaktiv davlat xizmatlar portali va davlat xizmatlari markazlari orqali taqdim etiladigan xizmatlar sonini 900 taga yetkazish belgilandi. Joriy yilning o'zida 250 ta xizmatlar elektron shaklga o'tkaziladi. Masalan, avtotransport vositasini ro'yxatdan o'tkazish, qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish kabi xizmatlardan elektron foydalanish yo'lga qo'yiladi. Proaktiv va kompozit xizmatlar ko'rsatish doirasi yanada kengayadi. Bu orqali fuqaro murojaat qilmasdan unga xizmat ko'rsatiladigan tizimga o'tiladi. Barcha davlat xizmatlari xatlovdan to'liq o'tkaziladi. Bundan bir-birini takrorlovchi, keraksiz, fuqarolarga yuk bo'layotgan talablar bekor qilinadi. Litsenziya va ruxsatnomalar berish, kommunal tarmoqlarga ulanish, qurilish sohasida 300 dan ortiq davlat xizmatlari soddalashtiriladi. Xizmat ko'rsatish muddatlari keskin qisqartiriladi hamda ortiqcha hujjat va ma'lumotlar talab qilish bekor qilinadi. 100 dan ortiq davlat xizmatlarini ko'rsatish muddatlari 50% ga qisqaradi hamda 110 dan ortiq ma'lumot va hujjatlar talab qilish to'liq bekor qilinadi. Davlat xizmatlari portali, litsenziya tizimi, yagona darcha bojxona platformasi va kol markazlar to'liq sun'iy intellekt asosida ishlashga o'tadi. Davlat tashkilotlarining reytingini yuritish yo'lga qo'yilmoqda. Ularning faoliyati xizmatlarni raqamlashtirgani, qonun buzilishlarga yo'l qo'yilmayotgani va fuqarolarning qoniqish darajasidan kelib chiqib baholanadi. Chekka hududlarda aholining onlayn xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshirish maqsadida 1000 dan ortiq infokiosklarni aholi gavjum va uzoq mahallalarga joylashtirish choralari ko'riladi. Ushbu choralar davlat xizmati olishini oddiy, tez va insonparvar jarayonga aylantirishga xizmat qiladi. Yangi vazifalar byurokratiyasiz davlat tomonidan tashlangan qadam bo'ladi. Idoralararo to'liq integratsiya yo'lga qo'yiladi. Fuqaro biror ma'lumotni davlat tashkilotiga olib borishi shart emas. Idoralar bu ma'lumotni bir-biridan elektronda olishi kerak. Xizmatlarni raqamli kuzatish imkoniyati yaratiladi. Fuqaro har bir xizmat bosqichini onlayn ko'ra oladi. Inson omili esa minimallashtiriladi. Funksiyalar 30% ga qisqartiriladi hamda tizimdagi ortiqcha yuklardan xalos bo'linadi. Endi ahamiyatini yo'qotgan, amalda foyda bermayotgan xususiy sektor bajarishi mumkin bo'lgan funksiyalar to'liq bekor qilinadi. Davlat organlarining barcha funksiyalari qadamma-qadam tahlil qilinadi va optimallashtirish bo'yicha asosiy takliflar tayyorlanadi. Vaqt sarfi 50% ga qisqartiriladi. Fuqaro uchun real yengillik yaratiladi. Buni amalga oshirish uchun boshqaruvdagi ortiqcha bosqichlar bartaraf etiladi. Talab qilinadigan hujjatlar minimallashtiriladi. Platformalar o'zaro integratsiya qilinadi. Jarayonlar esa raqamlashtiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.